Ilgaris qaynonam ertalabdan bizni turg'izish uchun ataylab itvachalar bilan qattiq gaplashadilar. Agar shundayam men bilan sovuq turmasak, uyni pilisoslashni boshlaydilar. Pilisos shovqiniga sovuq yugurib chiqib oladi. Men bo'lsa soat 9 gacha kutib keyin sekin chiqaman. Chunki sovuqni bog'chasiga tayyorgarlikni 10 minutning ichida tugatib qo'yaman. 19 oylik bolam oddiy sutni ta'mini haligacha yoqtirmaydi. O'zi yosh bolachalar necha yoshidan sut ichadi, kommentariyaga yozib keting. Bugun ham qaynonam bizni erta turg'izib olganiga nima qilishni bilmasdan qaynonamga olma archib berdim. Qaynonam esa archigan olmamdan itvachasiga to'g'rab berdilar. Shunaqa to'rtburchak sirdan chips tayyorlashni bilasizmi? Nafaqat yosh bolachalarga, balki-da kattalarga ham juda yoqsa kerak. Shuna qilib kichkina bo'laklarga bo'lib, mikrovolnovkaga 1 minutga solib qo'ysangiz tayyor bo'ladi. Sovuqga olib borib bermoqchi edim, sovuqni qilayotgan ishini qaranglar. Orqasidan kakashkasi chiqmay turgan bolaga o'xshab sakrashni qaranglar. So'mbo'y. Sirli chipsni 19 oylik o'g'lim juda ham yaxshi ko'radi. O'zbekiston bilan Koreyani yosh bolachalari juda ham farq qilar ekan. Chunki Koreyaning yosh bolachalari gapga yaxshiroq quloq solishar ekan. Ba'zida 19 oylik bolamni qilayotgan qilig'ini ko'rib juda ham hayron qolib ketaman. Videolarimizda ham sovuqni qiliqlarini ko'rib bemalol bilsangiz bo'ladi. Yosh onalar uchun bitta oddiy maslahat beraman. Bolangizni ko'proq maqtab turing. Oddiy harakat, oddiy qiliqlar qilganda ham tinmay maqtashda davom eting. Hech qachon bu oddiy holat, o'zi shunaqa qilish kerak, o'zi shunaqa bo'lish kerak deb befarq bo'lmang. Chunki yosh bolachalar maqtagan insonni juda ham yaxshi ko'radi va o'sha insonni ko'proq aytganini qilishni xohlaydi. 소우 엄마 손 주세요. 소우 손. 재밌어? 알겠습니다.